Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana men Venera Minecraft do'stlar. Bugun sizlar bilan do'stlar birgalikda juda ham ajoyib va qiziqarli video olamiz do'stlar. Sizlar bilan do'stlar anchadan beri YouTube kanalimga video chiqarmoqdim do'stlar. Endi bugun mana shu videoni qo'yaman. Mana shu video agar 10 mingta prosmotr yig'ilgan bo'lsa, mana shuni ikkinchi qismini chiqarishga va'da beraman do'stlar. Agar ikkinchi qismini chiqarmaydigan bo'lsam, YouTube kanalimni o'chirib yuboraman. Kim ishonadi, kim ishonmaydi, kommentariyaga yozinglar. Olg'a deb yozinglar 10 mingta prosmotr va ikkinchi qism tayyor do'stlar. Va u 10 mingta prosmotr o'zi bizga kamlik qiladi. Videoga kamida 100 ta yoki 150 ta, mayli 150 ta sal ko'plik qiladi, 100 ta like yig'ilish kerak do'stlar. Qani bo'lmasa biz videoni boshladik do'stlar. Sizlar bilan Venera Minecraft har doimgidek o'zini juda ham zo'r videolari bilan bo'lishadi do'stlar. Nimaga video qo'ymadingiz degan savollarga men javob berib ketaman. Video qo'ymaganim sababi men iyun oyida o'qishim majbur edi. Iyun oyiga o'qish qo'yilgandi. Shuning uchun iyun oyini tugatishim kerak edi. Iyun oyida o'qidim, o'qishlarimni tugatdim, matematikadan va ona tilidan sertifikat va tashakkurnoma oldim do'stlar. Va nihoyat endi mekanikulga chiqdim. Avgustda yana o'qish, lekin men avgustgacha bo'lgan paytimizda, ya'ni iyul oyida juda ham qiziqarli va zo'r videolar bilan sizlarga bo'lishaman do'stlar. Juda ham zo'r videolar qo'yishga harakat qilaman. Qani bo'lmasa biz videoni boshladik do'stlar. Ko'rib turganingizdek do'stlar, bizda pastda mana bunaqa kallasi yo'qolib qolgan zombi turibdi. Buni kallasi chiqadi, ana orqaga qo'ygan. Bu modli, ya'ni men o'yinga mod qo'shganman. Biroq temir topgandik, shuni olishimiz kerak. Taxtani olamiz. Endi sразу biz olamiz. Biz olish kerak. Verstakni biz olamiz, pechkani biz oldik. Endi bularni buzib olgandan keyin velosipeddan ketish kerak. Agar zombilar bilan mayli. Biz tepaga ketyaptik. Hozir juda tepalashib ketish shart emas. Hozircha mana shu yerdan ochamiz o'zimizga. Yaxshi. Verstakni betga qo'yib turamiz va verstakda qilsak. Все, bizda bitta mayli bitta temir kirka va bitta temirli kapur bor, ya'ni bitta. Bitta sezmashni buzamiz, bu shitga qurgan bo'ldim do'stlar. Chunki yoqib qoldi menga do'stlar. 100 ta like yig'ilishlar degan umiddaman va 10 mingta prosmotr hech narsa emas. Hozirgi kunda ko'plar 20 mingta, 30 mingta prosmotr, 100 mingta prosmotr oladi. Biz ham qattiq 10 mingta prosmotr olamiz do'stlar. Aktiv juda ham qiziqsa, bir-birimizga videoni ulashsak, like bossak, kommentariyani to'ldirsak, aktiv belgilarini tashlab, qo'llovchilarni tashlasak, kommentariyani ko'p yozsak do'stlar, albatta 10 mingta prosmotr olamiz. 100 ta like bu hech narsa emas. Shunday like bosib tashlasangiz, qiyin ish emas do'stlar. Bilasizlar-ku, like juda oson narsa bo'ladi. Kommentariyaga ham uzoq like bosish, kommentariya, obuna bo'lishlarga uzoq 3 minut, 4 minut ketsa kerak. Agar ketsa o'sha vaqt ham. Yaxshi. Buzib oldik. Chetga olib. Qo'yamiz. Buni ham buzib olamiz do'stlar. Buni bilan buzib oldik, to'g'ri? Buni to'ldirishimiz kerak. Mana shu yerga qilib oldik. Zombilar ko'payib ketadi bu yerda. Shuning uchun biz eshik qurib olish kerak do'stlar. Kim shunday jolibdi? Tushunmadim. Zombilar kelish bo'lsa eshik olamiz. Olamiz. Uy yoqamiz beshta. Endi verstak olamiz. Ortadan bir olamiz. Verstak qo'yamiz. Mana o'zimiz birlashib. Ya qolay tashki va Vay. Поражение bo'ldi, ya'ni
Yaxshi. Ammo kim oldi hech bo'lmasa. Zombi ko'payib ketdi. Nima qilamiz endi do'stlar? Bizga yordam kerak albatta bunaqa vaziyatda. Judayam tez harakat qilmaslik lozim. Ular suvga tusholmaydi zombilar. Tushsa sekin yuradi suvda. Endi bu yerda nima qilishim kerak? Uyim уже egallab olishdi. U bizada almazning bosh kiyim bor. Yaxshi eshik bittasini buzib eshik buzib kirar ekan ular demak biza ularga qarama-qarshi ishlaymiz. Qanaqa deysizlarmi? Juda sekinlashib qolishdi. Juda sekinlashgan bo'lsa demak bizani ishimiz yaxshi. Yani hedefli kulağımız dostu. Kek olasam yo'q. Mayli. Ulardan o'zingga mazza qilib ol. Endi biza ertalabki kuchimiz kerak. Mayli hozircha chetga qo'yamiz-da. Ochiq turaversin jonim. Bu tepaga chiqib daraxt chopib kelamiz. Biza sahranchi inverter, ya'ni chit degan joy bor. Klishi chit o'shdan sahranchi inverterga qo'yamiz. O'ldiramiz. Kelaring, shu zaman. Voy, yana o'ldi. G'aroyib bir ajoyib bo'ldi ishim. Nimaga suvda paydo bo'ldimi? Yaxshi, mayli ketdik. Tropik o'rmonlar juda ham ko'p. Biz o'rmonlardan o'zimizga kerakli bo'lgan daraxtlarni buzib olishimiz kerak. Zombilar kuchayib ketyapti, vahshiy harakat qilishyapti. Hamma yoqda zombi, mod o'rnatganimdan keyin zombi juda ham ko'payib ketdi do'stlar. Ana yana zombiga o'tib ketdim, zombi, hamma zombi. Zombi olami bo'ldi bu yerda. Zombilardan qochib yana paydo bo'lsa kerak, hani yo'limizni ko'raylik, mashta paydo bo'lardik. Bu yerda ham bor ekan. Mayli bitta ekan o'ldiramiz. Albatta şöyle şunu giriş bilgilerini uçarak burada işte köprü orduyla bu tuşla ulaşacağım. Qo'rg'onlikka chiqsa bo'ladi, endi kechqurun boshqa qo'rg'onlikka chiqib olmabdi. Nima qilamiz endi? Ender Dragon chaqirib yuboramiz. Ender Dragon lekin rasvo holatda mirror rasvosini chiqaradi. Mayli. O'yin qoidalariga amal qilgan holatda sekingina ketamiz. Oddiy zombi ham bor ekan. Bu zombilar olamidan qanaqa qutulsa bo'ladi? Menga nimadir yordam beringlar do'stlar, menga yordam kerak juda ham. Sizlar like bossanglar menga yordam bo'lardi do'stlar. Juda ham mana shu like bossanglar bittadan yurish qo'shiladi. Menga ishonmasanglar hozir like bosib qo'yinglar. Men hozir shuni ko'rsataman. Zombi, hamma yoqda zombi bo'lib ketdi. Yaxshi mutant zombi chiqmabdi. Mutant, ya'ni gigant zombi bor bular orasida. Katta bo'ylisi mana o'sha. Kallasi kattasiga otdi. Cheaterian ko'rdi, orqadan tez yuguradi.
Bulardan qanaqa qutulsa bo'ladi? Ha, bulardan qutulish uchun do'stlar bizga bitta ядерный bomba bor. Mana shu bomba portlaydi. Biz unga bunker qura olishimiz kerak. Agar ana shu bunkerni quradigan bo'lsak, biza bombani yuqori bunkerga kirib ketamiz va ular o'lib ketadi, biz tirik qolamiz. Ana o'shandagina biz bulardan xalos bo'lishimiz mumkin va bu yangi ochilgan merimni qishloqchalar qurib, katta qishloqlar qurib, shaharlar qurib, chiroyli qilib bezatamiz. Uning uchun do'stlar biza videoni nechadir qismga bo'lib chiqaramiz. Bu birinchi qism do'stlar. Birinchi qism ko'rib hozir birinchi qismga qanchadir layk yig'ishinglar kerak. Ya'ni o'zini sharti bilan chiqadi ikkinchi qism ham. Aytganimdek boya 100 ta oldim, lekin 100 ta silishim ekan. Shuning uchun ozgina layk kamroq so'rayman. Qanaqa desam, bu ikkita jon qoldi shu yo'ldan tashlab. Masalan, mana shu birinchi qismga 25 ta layk yetadi. 25 ta mayli. Yetadi. 10 mingta prosmotr qila olasizlar degan umiddaman. Mayli, 10 mingta ham shart emas. 25 ta layk yig'ib beringlar bo'ldi. Sraz video chiqadi, prosmotriga qaramasdan chiqadi. 25 dona layk do'stlar. Hozir bizda birinchi qismni tugatmasa bo'lmaydi уже, chunki уже vaqt bo'lib qoldi. Mana уже 12 minutga qarab ketyapti, 11 minutdan oshdi do'stlar. Endi sizlarga mana shu shartlarni boshqatdan eslatib o'taman. Yaxshilab eshitib olinglar obunachilar, hurmatli obunachilar. Kanalga obuna bo'lamiz, videoga layk bosamiz, 25 ta layk yig'iladi va undan keyin videoni kamida bir 3 minut ko'ringlar, prosmotr yoziladi. Menga plus bo'ladi. Mana shu taraflama men sizlarga yordam bera olaman. Yaxshi videolar ko'tariladi. Bizga katta yordam bergan bo'lasizlar. Kommentariyani chiroyli qilib yozinglar. Olov belgisini tashlaylar, olovchani aktiv o'shani tashlaylar. Mana shunda biz qo'yib ketamiz. Mayli, sizlar bilan Venera Minecraft bo'ldi do'stlar.